Mana biz ishimizni eng ekonomik variantlarda qilyapmiz. Bitta uy, bitta xona bunday. Mini nejirka katyon, panelli radiator. Falarcha obratga chiqqan. Mana shunday tortib olib o'tib, mana bu hammomga radiatorni shunga olib o'tamiz. Eng ekonomik variant bo'lyapti. YouTube, Instagram portalda ekan 1 kilovat radiator degan narsa. U kilovat 1 kilovatdan ko'proq rasxod qiladi. Biz o'sha ko'proq rasxod qiladiganga bitta radiatorda rasxodini puliga ikkita radiator bemalol isitadigan holatga keltiradigan qilib, mana shunday qo'l bola qilib montaj qildik. Ixcham bitta xona bilan bitta hammom uchun bu bemalol isitaveradi inshaalloh.